Assalomu alaykum, kanalımıza obunachilar. Bugungi rolikimiz 9 qavatli liftli binoni 5-qavatında 2 kanal joy chiqib ekan. Hurmatli obunachilar, hamma o'ja qulay. Yetishki plashatkalarni ega, hamma o'ja qulayini ko'rishlaringiz mumkin. Domli ko'rinishlarini. Bu yerda gaz, svet, suvdan muammo yo'q, transport bo'yicha ham muammo yo'q. Bunda parkovka joylari ham bor. Endi ko'p odam biladi, hurmatli obunachilar. Joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Joyimizda ko'rinishi, hurmatli obunachilar. Ulgurib qolinglar. Срочный zudlik bilan sotiladi. Yevrarayapti. Hurmatli obunachilar, 9 qavatli binoni 5-qavatiga yetib keldik. Garaversiyamiz kafel ekan. Shonalarimiz sotiladi. Bismillah deb kiramiz, xudo xolasa. Garaversiyamiz prixoshkalar qo'yilgan, domofonlari bor. Полностью yevro remont ekan, hurmatli obunachilar. Hamma o'ja qulay. Giravers yerimizda отдельный avtomatlari qo'yilgan. Oboylarimiz ham mo'yishdan bo'ylab qo'yilgan. Sanuzel, spalniy, oshxonamiz, zalimiz ekan. Bu yerda ayrim jihozlari qoladi ekan, hurmatli obunachilar. Uning ichida qaradonlar, gilamlar qoladi, jalyus perdalar qoladi, konditsioner qoladi. Qanavazda ikkitaladi, hurmatli obunachilar. Eshiklarimiz ham yaxshi sifatli eshiklar qo'yilgan. Yerimiz sanuzel, banimiz kafeldan chiqqan. Vannamiz qo'yilgan, unitazimiz, ummanlikimiz, hatto yangi aristonimiz ham qo'yilgan ekan. Hamma o'ja qulay, hurmatli obunachilar. Joyimiz umuman gap bo'lishi mumkin emas. Zalimiz, oshxonamiz bu tarafdan ham ko'rsatma. Bir xo'shga joyimiz ham keng. Bu yerimiz zal joyimiz. Zalimizda razmerga keladigan bo'lsak, 4 ta 5,5 ekan. Jalyus perdalar qo'yilgan, miyahkilar qo'yilgan, polnisti. Hamma o'ja qulay. Oboylarimiz ham cho'tki qilindan qo'yilgan ekan. Bu zal qismimiz. Bu o'zidan olib ketadi, gilam qoladi jalyus bilan. Svetlar polnisti montaj bo'lgan, suvlar polnisti ishlab turibdi, gaz, svet hamma o'zidan muammo yo'q. Narishchiklari bilan qo'yilgan. Bu yerimiz oshxona qismimiz. Oshxona qismimizdan jalyus qoladi, kuxni qoladi ekan. Hamma o'zi yangi ekan. Ataplenamiz ham yangi. Padakoniklar qo'yilgan. O'tiradigan mehkalar ham qo'yilgan, polnisti. Elektron dimoxodlar ham qo'yilgan ekan. Hamma o'ja qulay. Moykalar ham yangi, ko'rishingiz mumkin. Gaz plitalar ham yangi, hurmatli obunachilar. Biz bu yerda yasamag'anlar har vaqtdan bir kelib ketganlar. Qarab turganlar kvartira qo'ymoqchilar. Hurmatli obunachilar, spalniy joyimizni ham ko'ramiz hozir. Bu yerimiz. Sho'chiklarimiz duribdi. Spalniyimizda televizorimiz qo'yilgan. Spalniyimiz, komplektlarimiz, garniturlarimiz, polni turmalarimiz qo'yilgan. Konditsionerlar ham bor. Hatto bu yerda balkon ham bor. Bu yer ham jalyuzi qo'ygan, hurmatli obunachilar. Kelsangiz televizorni ham qoldiradi. Aytamiz, xudo xolasa. Shuning uchun moslashgan ekan. Joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas, hurmatli obunachilar. Narxini ekranlarda yozib qoldiramiz. Kadastr hujjatini ega, hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, keyingi roliklarda ko'rishguncha deymiz, sog' bo'ling, omon bo'ling. Podpisatsiya qilmaganlar podpisatsiya qilsin. Like bosishni unutmang. Salomat bo'ling. Keyingi roliklarda ko'rishguncha.